Yuzimiz qoraygan, qalbimizda qoraygan, gunohlar botqog'iga shu qadar botib ketdikki, sendan biror narsa so'ragani uyalyapmiz. Lekin daryohing keng, mag'firating ulug'. Biz osiy bandalarning gunohlarimizni o'zing kechirgin. Ya Rabbi, umid bilan biz bu dunyoda yashar ekanmiz. Bizlarga solih soliha farzandlar ato qilgin. Ya Rabbi, duoga qo'l ochib turgan birortamizning zurriyotimizdan qiyomatga qadar kofir va munofiq qonini chiqarib qo'ymagin. Qiyomatga qadar la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasi sobit avlod bergin. Ya Rabbi, shu kunga qadar qilgan ibodatlarimizni maqbul qilib, gunohlarimizni o'zing kechirgin. Ilohim Rasulimiz alayhissalatu vassalamning shafoatlariga loyiq qilgin. Bugun safimizda yoshlar turibdilar.